Farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tashabbusi bilan hududlarda joylashgan transport vositalariga suyultirilgan va siqilgan gaz, shuningdek benzin hamda dizel yoqilg'isini quyish, saqlash va tarqatish inshootlari mas'ullari ishtirokida o'quv seminar tashkil etildi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan yoqilg'i mahsulotlari bilan ishlashda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish, texnologik jarayonlarni belgilangan me'yorlar asosida olib borish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Alohida ta'kidlangandek, havo haroratining ko'tarilishi natijasida avtotransport vositalariga gaz yoqilg'isini me'yordan ortiq quymaslik, gaz ballonlarining texnik holatini muntazam tekshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, benzinni turli xil yelim idishlarga quyish qat'iyan man etilishi ishtirokchilarga yana bir bor tushuntirildi. Seminarda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, yong'inlarning oldini olish va mehnat muhofazasini kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Barcha turdagi gaz va yoqilg'i quyish shoxobchalarini zamonaviy himoya vositalari, yong'inga qarshi suv hovuzlari, motopompalar hamda avtomatik yong'indan xabar beruvchi uskunalar bilan jihozlash zarurligi qayd etildi. Shu bilan birga, mazkur maskanlarda faoliyat yuritayotgan ishchi xizmatchilarning favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida amaliy o'quv mashg'ulotlarini muntazam o'tkazish borasida tegishli topshiriqlar berildi. Amalga oshirilayotgan bunday profilaktik tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolar hayoti va mol-mulkini yong'inlardan asrash, hududlarda xavfsizlikni ta'minlashdan iborat.